Hozir uzun market shunaqangi rivojlanyaptiki, har 10 tadan 5 ta odam uzun marketda savdo qilyapti. Sababi rivojlanish katta va imkoniyatlar keng. Aynan siz ham o'zingiz uzun marketda noldan boshlab tovarni joylab o'rganishingiz mumkin. Hattoki darsning 2-kundan siz amaliy dars, ya'ni bemalol sotuvga o'tib ketasiz. Nimaga? Sababi YTT ochib, soliq to'lab, vaqt ketkazib o'tkazmaysiz, o'zingiz uchun yugurib yurmaysiz. Hozir shunaqangi kurs aytaman sizga, ayniqsa chegirmasi bilan ularga yozib ulgurib olsangiz, bemalol ertasi kundan siz amaliy mashg'ulotlarda dars o'tasiz va sizni albatta natijaga olib chiqib beradilar. Ushbu rasmda ko'rib turgan odamlaringiz ham 600-700 taga yaqin savdo qilishgan. Ularni o'qiyotganiga hali 1 oy ham bo'lmadi. Eng asosiysini aytib o'taman o'rtoqlar. Hozirda mana shu kursga zo'r chegirmalar ketyapti. Onlayn magazini borlar, Xitoydan narsa tovar olib keladiganlarga juda ham zo'r imkoniyat. Sababi siz uzun marketda o'zingizni mahsulotlaringizni 200-300 barobar ko'proq sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tezroq mana shu silka orqali o'tib, yana ham to'liq ma'lumotlarni oling.